ulug' jadid va ma'rifatparvar bobolarimizning ilmiy va ijodiy merosini targ'ib qilayotgan jadidlaringizdan tanlovining bu gal Xorazm viloyatidagi hududiy saralash bahslariga batafsil to'xtalamiz. Xabaringiz bor, loyiha davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilmoqda. Joriy yilda ushbu loyihada ishtirok etish uchun 60 mingdan ortiq xorazmlik o'quvchi yoshlar qiziqish bildirishgan hamda ariza qoldirishgan ekan. Mana 2 yildirki 6, 8 hamda 9-10 sinf o'quvchilari o'rtasidagi loyiha har bir bosqichda ishtirokchilarning bilimlarini sinovdan o'tkazibgina qolmay, ularning dunyo qarashini ham boyitib bormoqda. Eslatib o'tamiz, jadidlaringizdan tanlovining hududiy bosqichi uchun Urganch shahridagi 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi tanlangan edi. Avvalambor, jadidlaringizdan respublika tanlovining viloyat bosqichida faxrli bo'lib, mana shu yerda qatnashayotgan barcha o'quvchi yoshlarimizni tabriklaymiz. Endi esa ushbu tanlovimizni ochib berish uchun so'z viloyat hokimi o'rinbosari San'at Kamilovichga ma'lum. Assalomu alaykum, aziz tadbir ishtirokchilari. Avvalo, barchangizga mana bir ajoyib ulug' va muqaddas bayramlarimizdan biri bayrog'imiz qabul qilingan kun inshaalloh eshitdim. Butun respublikamiz bo'yicha hududlarda katta tantanalar bilan nishonlanyapti. Yaqinda havolarimiz bor. Shumoray tumanidan chiqib, Nukusga kelib, Nukusdan ana Qoraqalpog'iston bilan Xorazmni bog'lovchi ko'prikda 500 odamlik katta jamoa bo'lib, ziyolilar, harbiylar, hamma ijtimoiy soha, sport, san'atlar, yozuvchilar ishtirokida qabul qilib olib, mana Gullar tumanida katta tadbirlar bo'lib o'tdi. Mengibozor tumanida bayramimizning katta tadbirlari. Qolaversa, Urganch shahrimizda mana muhabbatli Jaloliddin Manguberdi bobomizning poyida maydonda katta tadbir bo'lib, undan keyin Xivaga Ichanqal'ga kuzatilib, Ichanqal'da katta Fardofiy va Ichanqal majmuasida tadbirlar bo'lib o'tib, bizlar O'zbekiston Respublikasi faxriy davlat bayramini Sarmoy hududidan Buxoro viloyatiga topshirib, hozir Buxoro viloyatidan Qarshi, Samarqand, shunaqasiga Navoiy, Sirdaryo, Jizzax bo'lib Toshkent shahriga yetib bordi. Shuning uchun bu bayram eng katta bizlarning asosiy bayramlarimizdan birisi. Shuning uchun ko'p yillar yurtimizning bayrog'ini jahon arenalarida, umuman xalqaro, siyosiy, ijtimoiy barcha tashkilotlarda qilib turishini men tilayman. Har doim sizlarning ichingizdan ajoyib sportchilar, yoshlar, iqtidorli yozuvchilar, shoirlar, adiblar chiqib, katta tantanalarda, tanlovlarda g'olib chiqib, men o'ylayman yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarsa deb sizlarga men ishonch bildirib qolaman. Qolaversa, bugungi tadbirda to'xtaladigan bo'lsak, mana vazirligimizdan O'zbekistonga qatnashyapti, prokuratura ishlaridagi hamma mas'ullar yig'ilgan bu yerda. Birinchidan men viloyat hokimi nomidan hamrohlar siz boshlig'ida mana chiroyli qilib tashkil qilib bersa, butun Xorazm maktabgacha ta'lim boshqarmasi professor hamma o'qituvchilari, ustozlarga minnatdorchilik bildiraman. O'tgan yil bu tanlovda yaxshi qatnashib, respublikada 3-o'rinni egallaganiga tanish bo'lsin. Bu yil ham xudo xolasa yana tuman bosqichlari yakunlanib, viloyat bosqichina g'olib bo'lgan har tumandan 2 nafardan o'g'il-qizlarimiz yetib keldi. Men barchangizni mana shu ulug' bir savobli ishda ajoyib bir tanlovda qatnashayotganlar bilan chin dildan muborakbod qilaman. Qolaversa, bu yerda jadid bobolarimiz ruhini shod qilish, ularning hayotini, ijodini o'rganish, kerak bo'lsa ochilmagan qo'riq bu soha. Chunki hurmatli prezidentimizning bevosita tashabbuslari bilan bu jadidlarni, demak, asarlarini, demak, e'tibor qaratib, ularning hayoti, ijodi o'rganib, ularning uy muzeylari tashkil qilib, mana bu yerda Xorazm viloyatida yashab o'tgan jadidlar, Maryam Sulton Murodova va hokazo qator bo'yicha bevosita viloyat hokimi rahbarligida mana Yulduzxon ismli universitetdan davomlaymiz. Bahrom Mizonov tarix instituti yetakchi professor o'qituvchi, ular hamkorlikda katta demak arxivlarda o'tirib bir 26 yanlishmasam nimani o'tgan qatorli qurbonlari bo'lgan jadid bobolarimiz ishlarini demak ko'tarib savobli ishlarni qilib o'tdilar. Shuning uchun sizlarni mana maktabgacha maktab ta'lim tizimidan bu borada ulkan ishlar amalga oshiryapti. Shuning uchun bugungi tanlov hammangizga muborak bo'lsin. Men o'ylaymanki, ichingizdan g'olib chiqqan viloyat bosqichdagi bizlarning o'g'il-qizlarimiz respublikadan munosib ishtirok qilib, bir xudo xolasa 3-o'rin emas, 2-o'rin yoki 1-o'rin kamida demak olasizlar degan umiddaman. Hammangizga bugungi qo'shaloq bayramlar qutlug' bo'lsin. O'qish va ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Sizlarga tayyorlagan ota-onalaringizga rahmat. Sizlarni tayyorlab shu darajaga olib kelgan demak ustoz murabbiylarga rahmat. Sababi
Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi-da. Hech kim o'zidan o'zi osmonga tushib bunday darajaga chiqmaydi. Aynan shu niholni ham, ko'chatni ham parvarish qilib, uni misol uchun tagini yumshatib, suv solib, vaqtida o'g'itini berib qarab tursak, shuning bir ajoyib katta muhabbatli daraxt, muhabbatli demak shaklga yoki nimaga keladi, ko'rinishga keladi. Men o'ylayman, shunda o'tirgan aziz ustozlar sizlardan kerak bo'lsa, o'zining farzandidan ham demak yaxshi qarab, shunday darajaga olib keldilar. Men o'ylayman, Xudo xolasa sizlardan umidlarimiz katta. Respublikada yana bir aytaman, munosib qatnashib, sog'liq bo'lsa, Xorazmga birinchi o'rinni olib kelishingizni men tilakdoshman. Yana bir marta hammangizga bayramlar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Endi esa so'z navbatini tarix fanlari doktori, tanlovimizning hay'at raisi Bahrom Mirzayevga marhamat. Rahmat. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar, yuqorida San'at aka juda voqelikni tushuntirib o'tdi. Bu albatta Xorazm bosqichi jadidlar izidanning alohida o'ringa ega. Xorazm mumkin respublikamizda hududi jihatidan juda katta emasdir, aholisi jihatidan juda ko'p emasdir, lekin Xorazm shunday bir o'ringa egaki, buyuk Xorazm shohlarining nomini, buyuk allomalar Xorazmiylarning sha'nini, demak Pahlavon Mahmudlarni yer yuzida eng mashhur zotlar bo'lgan sharafli zotlarning demak sha'nini ko'tarib yuradigan o'lka. Sizda shularning qoni oqadi. Shuning uchun eng muhim bo'lganimiz hisoblanadi yurtimizda. Demak bu yo'lda o'zingizni ko'rsatishingiz uchun yana bir imkoniyat. Ishonamanki bugungi tadbir shunday yuqori ko'rinishda bo'ladi. O'sha oqsoqollar so'raganday albatta respublikada ham o'rin olib, shu bobolar izidan Germaniyaga borib, mana bu yerda yigit o'tgan yili juda go'zal qatnashgandi. Viloyatda ham, respublikada ham o'ylayman bu izdan yana ko'plab kishilar sizlarga ham shunday yana kutib qolamiz. Sizlarga omad tilaymiz. Kuch-quvvat, faqat zafarlar. Rahmat. Endi esa sahnamizga Jadidlar izidan tanlovining respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni egallagan Boboxonov Akbarbekka beramiz. Marhamat. Avvalambor muhtaram ishtirokchilar, aziz mehmonlarga assalomu alaykum deyman. Bugun barchangizni prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan Jadidlar izidan tanlovining viloyat bosqichida birga bo'lishdan albatta mamnunman. Shu bosqichgacha yetib kelgan barcha ishtirokchilarni tabriklayman. Endi siz hozirda nafaqat ishtirokchisiz, balki 21-asr jadidlarining timsolisiz. Muhtaram ishtirokchilar, jadidlar o'zi xalqni uyg'otish, jamiyat dunyoqarashini yuksaltirish uchun shonli kurash olib borganlar. Siz bugun shu kurashning davomchilari sifatida bu yerda yig'ilgansiz. Muhtaram ishtirokchilar, o'zi tanlov sizni g'olibligingizni aniqlash emas, balki tanlov o'z imkoniyatlaringizni ochish, qanchalik o'sganligingizni ko'rsatish uchun bir imkoniyatdir. Bugun bu yerda tayyorlagan mavzularingizni so'zlar ekansiz, o'zingizni yana bir bor sinovdan o'tkazasiz. Jadidlar to'g'ri muvaffaqiyatga erisha olmadilar, chunki tuzum shunday edi, ammo ular to'xtamaganliklari uchun tarixda qoldilar va biz ularni hozirda izlab yod olmoqdamiz. Agar siz ham to'xtamasangiz, o'z g'alabalaringizga albatta erishasiz. Masalan, o'zimni misol keltirsam, jadidlaringizdan tanlov o'tgan yili ilk marta o'tkazilganda adabiyotlarni topish yoki o'zingizni sinab ko'rish uchun savollar va testlarni topish muammo bo'lgan, chunki birinchi marta o'tkazilayotgan edi tanlov. Lekin ustozlarimiz bilan shu kitobdan o'zimiz savol javob tuzganmiz, adabiyotlarni qidirib yarim kun vaqtimiz ham ketgan kunlar bo'lgan, ammo biz to'xtamadik va o'zimizga ishongan holda davom etdik. Mana men hozirda shu to'xtamaganim uchun minbarda turib sizlar bilan suhbatlashmoqdaman. Aytamanki, bu imkoniyatga barchangiz loyiqsiz,
Chunki barchangiz bir-biringizdan kam emassiz va barchangiz o'qigansiz. Bugun 2 nafar o'quvchigagina g'oliblik. Endi esa navbatni jajji qizaloqlarimiz tayyorlab kelgan musiqiy dasturga beramiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling. Giden bir-iki bor sadoları başkaça dillerge hoş akıcı namaları başkaça bu lezgidir daslarıma Barcha ishtirokchilarimizga bugungi tanlovda muvaffaqiyat tilaymiz. Viloyatimiz nomi respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni egallashi nasib qilsin.
Ishtirokchilar shartlarni bajarishlaridan oldin loyihaning ahamiyati haqida tashkilotchilar atroflicha to'xtalishdi. Shunday qilib, super xotira egasi bo'lgan mana bu bilimdonlar o'rtasida birinchi shart bahslariga ham start berildi. Unda ishtirokchilar bosh qotirmalarni to'ldirishlari talab etilgan. Hurmatli prezidentimizning tashabbusi bugun dunyoda bo'layotgan tahlikali zamonda dunyodagi millatlarning assimilyatsiyasi, bir-biri bilan qo'shilib borishligi va millat genofondi qanday tartibda bo'lishi kerak degan savollarga jadidlarimizning hayotidan bir misol olib kelib, ularning mag'rurligidan o'sha bir davrda qancha kamchilik bo'lishiga qaramasdan katta bir imperiyaga qarshi tura olishligi, o'zining g'oyalari bilan, fikrlari bilan o'sha paytdagi kuchlar mustabid tuzum mustamlaka birinchi navbatda mana shu xalqning, millatning elitalarini, ularning ziyolilarini yo'qotsagina millatni bo'ysundira olish mumkin ekanligini anglab yetgan. Davlat rahbarimizning olib borayotgan siyosatning mana shu sohadagi dastlabki tuyg'ularni mana shu to'garaklarda ko'ryapmiz. Mana shu jadidlar tanlovida o'tgan yilga nisbatan bolalarning bugungi salohiyatini ko'ryapmizki, ilg'orroq fikrlayapti, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'layapti. Yangi biz eshitmagan, biz kitoblarda o'qimagan jadidlarning ism familiyalari chiqib kelyapti. Ularning qilgan ishlari chiqib oydinlikka chiqyapti. Albatta bu narsada yoshlarimizda vatanga bo'lgan muhabbat, o'zlarining ajdodlariga bo'lgan muhabbat, bundan keyin o'zining oldiga qanday g'oyalar, qanday maqsadlar qo'yish mumkin ekanligini, turli xil internetda bugun o'qiyotgan fikrlarga immunitet eng muhimi. Bugun informatsion jamiyat, hamma joyda internet, har xil ma'lumotlar, mana shu ma'lumotlarni filtrlab olish imkoniyati bolalarimizda shakllanyapti. Mana shu jadidlar tanlovida qatnashish, jadidlarni o'rganish nimaida o'z fikriga ega bo'lyapti. Nimani o'qib unga amal qilish mumkin, nimani o'qib unga o'zining fikrini bildirib, o'zi ma'qul degan fikrni yo'ldan davom ettirish imkoniyatini beryapti. Maktabning 7-sinf o'quvchisi Babaxonoz Onajonman. Ushbu parcha muallifi kim? Qani mehru, qani shafqat, qani tabiiy atfol. Hamma ahvolimiz behuda odatdan iboratdir. Bu parcha muallifi Avloniy Turkiston viloyati gazetasi nomini Najot deb qayta nomlagan shaxs, Munavvar Qori. Mahbuba Rahim qizi qaysi jadid bobomizning singlisi? Fitrat. Urganch shahar 7-maktab 7-soat maktabning 8-sinf o'quvchisilar islom darajasida. Behudiy kutubxonasi ochilgan joy. Falonning pachada nimaga murojaat qilmoqda? Kerak o'qi desang, dunyoga ortiq hirsingni qo'yma. Qo'lingdan kelganicha ilm arog'ini imdod et. Elbekning Armog'on to'plamidagi asarlar qaysi janrga mansub? Dram. Shoh tumani Shomron Ro'zbeyda 7-sinf maktab. Turkiy Guliston yoxud axloq asarida payg'ambarimiz nimaga nisbatan undan saqlanishimiz kerakligini, u zindonda ham yomonroq ekanligini aytadi. G'iybat. Kiraning Hind sayyohi bayonoti asarida Odessa shahrida Rus bojxonasi xodimlari qaysi mahsulotning egasi Buxoro mahsuli desa ham ishonmasdan boj talab qilishi tasvirlangan. Ittihod Taraqqiy tashkiloti dasturi dastlab qaysi tilda yozilgan? Turk. Ibratning kenja o'g'li Yorixon xodim taxallusi nadir. Xo'rozboyev Islombek, Qo'shko'pir tumani 2-sinf maktabi 8-sinf. Qalaysizlar, o'lib tuman, o'lursan kabi she'rlarning muallifi Ishoqxon Ibrat. G'ulom Zafariyning o'zi orzu qilgan ideal jamiyatdagi baxtiyor bolalar hayoti romantik tarzda tasvirlangan pyesa Halima. Fitratning Hind sayohati bor sayyohiy bayonoti asarida sayyoh tilidan bayonot qilingan Kitobul Atfol, Kitobul Qasr, Tabiatul Inson asarlarining muallifi Avloniy. Behudiy 1913-yil avgust oyida chiqara boshlagan jurnalning ko'zgu, zik, zerkalo, oyna va yana nima deb nomlanadi Shuhrat. Men Nazarboyev Aslancha 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisi. G'ulom Zakariy pedagog dramasi ta'sirida yozgan pyesasi Baxtsiz Shavkat.
Ushbu she'riy tanchaning muallifini toping. Na xorlik, na kasolat, doimo afkor biz millat. Hamma ul dasta qilsa ne terarmiz xor biz millat. Abdulla Quroniy. Mo'minjon Muhammadjon o'g'lining adabiy taxallusi Toshqin. Afg'oniyning 4 pardali fojiasi. Behudiyning bunaqa jo'g'rafiyaviy umumiy darsligi qaysi fan haqida ma'lumot beradi? Geografiya. 7 fidoyi tomonidan Toshkentda tuzilgan dastur tili muloqotlari tomonidan o'zbek tiliga o'rnatilgan jamiyat nomi. Milliy Dorul Musulmonlar g'ofil qilmay birinchi choramiz muallifi muqarrar ma'lum fikrat. Tanlovda mening ham farzandlarim ishtirok etmoqda. Men bundan juda ham xursandman. Chunki farzandlarimizning ilm olishi uchun jadid adabiyoti vakillarining yozgan asarlarini o'qishlari, o'rganishlari va hayotga teran nigoh bilan qarashlarida mana shunday olimlarimizning, ijodkorlarning asarlari ilm ma'rifat yo'lida birinchi peshqadamlardan hisoblanadi. Bunday tanlovlarni tashkil etgan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Gurlan tumanidagi maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 44 umumiy o'rta ta'lim maktabdan o'quvchilarimiz 7000 dan ortiq o'quvchilarimiz ro'yxatdan o'tdi. Buning asosiy sabablaridan bittasi mana o'quvchilarimizning shu prezidentimiz tomonidan joriy qilingan mana shu tanlovga ta'lim sayohatiga borish uchun harakat qilib turib mana shu tanlovda qatnashish istagini bildirgan. Har bir mana shu umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda jadidlar izidan bizlarda to'garaklar faoliyat olib bormoqda. Birinchi o'ringa mana shu jadid bobolarimiz to'g'risida hammasi demak ma'lumotlarga ega har bir o'quvchimiz. Bundan albatta bizlar ham xursandmiz. Ota-onalar ham. Bu yerda qatnashayotgan o'quvchining hech qaysi bir demak mag'lub emas. Har biri demak g'olib hisoblanadi. Chunki mana tuman bosqichida bular mana test jarayonida qatnashdi bular. Savol-javob jarayonlarida qatnashib turib shu jadid o'zlarining shu bobosi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar bo'yicha savol-javoblarda qatnashib tumanda birinchi o'rinda egallab turib mana viloyat bosqichida qatnashmoqda. Bog'ot tumani 3-soniy maktabining 8-sinf o'quvchisi. G'ulom Zafariyning Halima asarida raqibini yo'qotish uchun yemakka tabib orqali zahar bergan qahramon Fayziboy. Oybekning asari Ikromnoma. Tolfiratning falsafiy axloqiy asarlaridan biri Abul Fayzxon. Cho'lponning ma'rifiy romanida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Cho'lpon tomonidan tarjima qilingan Tong ertagi qaysi ijodkorga tegishli? Trakning Hind sayohi bayonot asarida Buxoroga nisbatan ancha obod va tartiblidir. Faqat aholisining ruhiyati Buxoro aholisining ruhiyati kabi tushkundir deya ta'kidlangan joy Samarqand. Adoniy chop etgan gazeta Osiyo. Qodiriy qaysi adabiy istilohni quyidagicha ta'riflaydi. Deganda o'zining top shartiga muvofiq etib kulmak, uni yozganda mavzuni turmushning naq chekkan joydan olmoq va shu bilan barobar adabiyot turmushi tarozusiga solib yozmoq kerakdir tarbiya. G'ulom tumani 10-umumiy o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisini bo'lamiz. Badarkush dramasidagi boylik o'qimagan maishatga berilgan o'g'li Toshmurod, G'ulom Zafariyning tilak piyesasi qahramoni Murod. Xonqa tumani 1-soniy o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisi. Shoirlar hukumati Razvoniy Nafisa maqolasi muallifi Cho'lpon. Sohrom to'la ibrat va nihoyatda To'raqarg'onda boshqa xalqlarga ishlagan. Namangan'da Abul Fayzxon mas'ul bo'lgan Sulonomi Ashtarxoniylar Cho'lponning she'ri quyidagi misra bilan boshlanadi. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'rayman. Go'zal she'rida Behudiy sayohat xotiralaridan Anvar podsho tomonidan 4 kunlik yo'lni bir kunda bosib o'tib, Buxorodan qo'lidan qaytib olgan shahar Angra. Abdulla Quroniy adabiyot va hukmiy she'rlar kitobida arabcha maqom, forscha ohang, ona tilimizga suyanib qanday nomlashimiz kerak deydi. Kuy Qodiriyning qizlaridan biri Anisa. Men Anvar Mamatning 20-soniylik umumiy o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisiman. G'ulom Zafariy kalamiga mansub Bahor piyesasining mantiqiy davomi bo'lmish musiqali drama bu Günafsha 5 yoshni qoralaganda Andijon zindoniga bir mashina kitobi bilan yuborilib, o'sha joyda vafot etgan jadid bobomiz. Javob ibrat. Mehrobdan jiyan romanida shu bala dardlaringdan ham o'quvonroq chiqar deya boshqa mirzalarning yuragiga olov yoqqan qahramon kim? Javob Safar Do'stchi. Cho'ponning
Najm maqolasi. Kurashish dramasida boy bilan kimning o'rtasida ilm va boylik qudrati xususida bahs ketadi. Javob domlalar bilan o'rtasida. Abu Fayzxon dramasida xonning xo'jasaroyi kim? Javob Nusrat. Turg'un qaysi asar bosh qahramonlaridan biri? Javob Et bolalari dramasi bosh qahramonlaridan biri. Men Yangiariq tumanining 9-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisiman. Fitratning til va ilmlar sho'basining dasturiy yo'nalishini belgilab bergan maqolasi nomi Tilimiz maqolasi. Halima musikal dramasi 1926-yilda sahnalashtirilgan viloyat Andijon. Toshkentda Mergancha mahallasida dunyoga kelgan ijodkor Avloniy. Sho'ro jurnali bosib chiqarilgan joy Toshkent. Cho'lpon nasr tilini tarashlashni kimdan o'rgandim deydi Fitrat. Hozirgi taxalluslardan biri Mahsun. Urg'un Zafarining o'z davrida shuhrat qozongan o'zbek va jahon sahnasini ko'p o'ylamagan, ammo asar matni nashr etilmagan musiqali dramasi Halima. Avloniy taxalluslaridan biri Hijron. Avloniy adabiyot va umumiy she'rlar kitobida she'riy yo'sinda nimani u bir gavhar noyob o'lmas, bitmas, u bir nur ziyodur jiholisi ketmas, u nur ilohiy ko'shini xor etmas, u bir quvvat erur millat mahv etmas deya ta'riflaydi. Suv Cho'lpon qaysi piyesasi haqida xomroq bo'lgani uchun ishlamakchi deb yozadi Padakush. Men Hazrat tuman 47-son maktabining o'quvchisi Jumangazoy Oltinoy. Mehrobdan Chiyar romandagi mufti deb yozilgan. Shahodat mufti deb yozilgan. O'z she'ridagi qalamga kitobim ojizlarga imodat qil. Ishini millat xonadonida toza ta'mir ila bunyod etishni o'tingan ijodkor. Avloniy. Men Tuproqlar tumanining 21 maktab o'quvchisi Do'stam Qobil bo'laman. Behbudiy ona jurnalida chiqqan maqolasi qayerning tarixi yozishida yosh muharririmiz Ahmad Zaki Validiyning umid qilamiz deydi. Turkiston. Eski maktablar xususida millatni kim ishg'ol etar, xalq so'z maqolalari muallifi Ibrat. Cho'lpon qalamiga mansub Sen ko'p ko'rmasin nomli mo'jazasining hikoyat o'zi endi 23 ga to'lgan bo'lsa ham amal ayriliqi sababli 35 yoshda ko'rinadigan obraz. Shohid. Har kim ekkanini o'rar, himmatli fakir va to'g'ri javob kabi she'rlar muallifi Mavlon. Zamonaviy maktabimizda jadidlar izidan tanlovining viloyat bosqichi o'tkazilmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu qalbimizda faxr, iftixor tuyg'usini yanada kuchaytirmoqda. Zamonaviy maktabimizdagi yoshlarning nigohlari qarshisida turib biz bir asr avval millat ravnaqi uchun jonini tikkan jadid bobolarimizning izlanishlari bejizga ketmaganini yana bir bor his qilyapmiz. To'garaklar tashkil qilingan kutubxonamizda barcha jadid bobolarimizning asarlari yetarli darajada o'quvchilar bularni o'qib, ular haqida, ularning asarlari haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lishyapti. Ushbu bosqichda ishtirokchilar dastlab bosh qotirma, ikkinchi asar tahlili, uchinchi insho yozish shartlarini Cho'lpon tug'ilgan mahalla nomi qator kerak. Jinar bazm hikoyasida bosh qahramon ismi O'sar. Kim degay seni biroz gul, shoir she'rlarining muallifi Fitrat. Abdurahim o'g'lining adabiy taxallusi Fitrat. Oila eshak va quyruqsizlarning masalalari muallifi Elbek. Bag'rim yonib yuzim qarab ko'nglim sinib bo'ynim bukib sening ziyoratiga keldim sultonim ushbu parcha muallifi Fitrat. Ibrat 1909-yilda she'rlarni jamlab qanday nomosida chop ettiradi. Ilmiy Ibrat. Surayyo va Chegabor kabi imzolar bilan matbuotga chiqish qilgan shaxs Avloniy. Cho'lponning qaysi she'ri quyidagi misralar bilan boshlanadi. Ey tog'lar yurtlarga salom bergan zo'r o'lka. Nima uchun boshingda qora bulut ko'rinadi? Javob buzilgan o'lkaga. Turkiy Guliston yoxud axloq asarida qaysi so'zga nisbatan bo'lar bo'lmasga achchiqlanmaydigan arslon yurakli yumshoq tabiatli bo'lish deb ta'riflanadi. Javob Xilim. Mehrqul va toshbo'yoq obrazlar ishtirok etgan asar Padakush. Mehmonxon tumani 1-sonli maktabning
Avloniyning Turkiy Guliston yoxud ahvol kitobida aql egasi bo'lmoqdir deya izohlangan so'z ma'rifat. Musulmonlar g'ofil bo'lmaydi, islom qo'layliklarida qaralar ma'rifi, fitrat, ey millati najib, endi muqobildan uyg'on tur, endi bir xabar ol oftobimdan. Yuqoridagi yotma she'rdan olingan quyidagi barcha kimning kalamiga mansub? Avloniy, Nomvoy qizning janri hikoya, misol qabri noma'lumligicha qolgan jadid bobomiz Behbudiy. Urganch shahar 9-sonli maktabning 9-sinf o'quvchisiman. Shahar darvozasidan pul to'lab arman. Uning iti yahudiylar kirib, ammo musulmonlar kira olmaganligi o'z asarida bayon qilgan shaxs. Fitrat 1910-yilgi mahalliy lavozimlarga bo'lgan saylovda nayrang, soxtaliklar, poraxo'rliklar bo'lganini tanqid qilib, maqola yozib chiqqan inson. Elbek qozoq millatiga qarata birlashishga da'vat etib, bir dasta tayoqni hech kim sindira olmasligini, agar aksi bo'lsa, har kim sindira olishi mumkinligini o'z maqolasida ifodalagan jadid Behbudiy. Baxtsiz kuyov dramasida shariatdan tashqari to'y qilgan, kuyovidan ko'p pul olgan va natijada uning qarzdor bo'lishiga sababchi bo'lgan obraz, Fayziboy obrazi. Nuriddin xon, Zulayho, Sarvarxon, Fatima xonim qaysi asar qahramonlari? Chin sevish. O'zbek yigitiga mening tilagim, qarg'a til hukm, xushcha she'rlar muallifi Elbek. Yana uylanaman piyesasi muallifi Cho'lpon. Abdulla Qodiriyning Uloqda hikoyasida otlar ostida qolgan, halok bo'lgan qahramon ismi Esamxon. Munavvar Abdurashidxonov Abdulla Avloniy bilan birgalikda ochgan jamiyat xayriya, Oqmazor va Merosh hikoyalari muallifi Fitrat. 1917-1918 yillarda Boshqirdiston hukumati raisi lavozimida ishlagan ma'rifatparvar kim? Fitrat. Ushbu she'riy parcha muallifi kim? Sening isming bu dunyoda muqaddasdir. Har kim sening darding bilmas aqli pastdur. Sening tuyg'un yuraklarda savdo solur, sening darding boshqa dardni sotib ol. Farmon. Munavvar Abdurashidxonov Turon teatri ochilishida so'zlagan nutqida teatr sahnasini har tarafi oyna uyga qiyoslab etib, unga kirgan har kishini o'ziga nuqson va qalbini ayb va nuqsonni ko'rib ibrat oladi, deydi sahna. Baxtsiz kuyov dramasida shariatga mos to'y qilish, ortiqcha chiqimdan qochib, isrofga yo'l qo'ymaslik haqida fikr bildirgan qahramon Ellikboshi. Kul haqidagi yozilgan ushbu misra muallifi Mungli qushim sayrab kel anglab, kimlar erur turk tilini sotuvchi, bulbul kabi sayrab turgan bu tilni uyalmayin bu o'lkadan otuvchi. Elbek. Behbudiyning maqolasidan olingan parcha qaysi millat vakillariga qarata aytilgan? Bovurlar, bilingki, hozirda Turkistondagi barcha xalqlar uchun muxtoriyat e'lon qilindi va siz bilingki, haq olinur berilmas. Inchunun muxtoriyatda olinur berilmas. Qozoq. Fitrat maqolasida turkcha so'zlarning gavdasini buzmay olmoqqa eng ko'p tirishgan shoir Fitrat. Fitrat Hind sayyoh bayonoti asarida Buxoro aholisini 3 toifaga bo'linishini aytadi. Ular ulamo, umaro va vuzaro. Feral inqilobidan so'ng Munavvar qori tarafidan Turkiston viloyatining gazeti qaytadan o'zgartirib nomlangani Najot. Tuman yozuvchisi Xidir Gergayevning ustozi Cho'lpon. Assalomu alaykum. Men Bog'ot tumanidagi Davlat insoniy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi Yo'ldoshev Fatima. Bizni Turkiston eli dardiga darmon istamas, zulmat ichra umri moqtabon istamas. Hamzaning ushbu misralari bilan boshlanuvchi ijod namunasi milliy ashulalar uchun milliy she'rlar majmuasining qaysi bo'limidan? Oqgul. Imtihonda bizning musulmoniya bolalari ham yaxshi, durust, Rusiya zabonini rosa yaxshi so'zlamoqqa qodir bo'lib, ulug'lar huzurlarida hikoyalarni ikki bola bir-biriga muqobil savol-javob qilishib, yaxshi imtihon berganlarni yana man shodlantirdi. Ushbu parcha qaysi jadid bobomizning maqolasidan olingan? Bir
farzandining mardikorlikka safarbar etilishi va buning butun oila uchun katta ayriliq ekanligi ota-ona farzand tilidan she'riy yo'sinda ifodalanish qaysi ijodkorga xos? Avloniy. 10-savol. Baxtsiz kuyov dramasining Solihning amakisi. Abdurahim. Kuz, o'tli suv va vijdon erki singari she'rlar muallifi Cho'lpon. Tansurullohbekning fikriga nisbatan men surgun qilishlarga achinmayman, xalqni matbuotsiz qoldirganlarga achinaman deya javob qaytargan shaxs. 7-savol. Munavvar qori. Behbudiy bolalarga turli mazmunli xatlar yozishga o'rgatilgan va namunalar keltirgan asari. Kitobatullah Latipov. Avvalambor assalomu alaykum. Men Xorazm viloyatining xizmat etgan maktabining 9-sinf o'quvchilaridan Nurbekman. Ibrat Saidovchining maktabining peshtoqiga quyidagi shiorni yozib qo'yadi. Ziyo bilim yuraman, desang dunyoda, ilm ol hunar o'rgan qolma piyoda. To'raqo'rg'on. Ibrat qarashiga ko'ra operachilik yo'lida otilgan birinchi odim Halima va uning muallifi G'ulom Zafariy. Abdulla Qodirning uloqda hikoyasida voqeani hikoya qiluvchi 12 yoshli akasining ismi kim? Turg'un. Abdulla Qodir taxalluslaridan biri. 9-savol. Julqonboy. Soliha, Fatima, Saodat kampir, Farizatxon kelin, Cho'lponning qaysi hikoyasi qahramonlari? 2-savol. Nonushta. Amalimning yulduzi kim ko'z tikdi? Qora, jirkanch, o'lim koni yerlarga. Savol berdim, yo'qotganim qayda deb, o'zimni ham yutmoq bo'lgan yerlarga. Cho'lpon. Munavvar qori bo'lgan mahalla nomi Tarxon mahallasi. Birinchi shart bosh qotirma hisoblanib, bu men uchun juda ham yaxshi o'tdi, chunki o'zim bilgan narsalarim ham tushdi. Kim tarafdan yaratilgan bu mahalgacha qishloq aholisi bizboqni atab kelishadi. Ibrat. Behbudiy kutubxonasi ochilgan joy. Samarqand. Abdulla G'aniyev she'rlarini chop etkazishda qo'llagan taxallusi Shuhrat. Afg'on sayohat asari muallifi Avloniy. O'zbek yosh shoirlar to'plamida she'rlar joy olgan ijodkor Avloniy. Tanlamagan, yiqilmagan yer yo'q, go'daklar nayza boshida ushbu epigr qaysi ijodkor she'ri uchun olingan? Fitrat. Navbat ikkinchi asar tahliliga ham yetib keldi. Mazkur shartda ishtirokchilar bilet tortish orqali biror asar yoki adib hayotiga oid sharhlarni to'g'ri hamda aniq aytib berishlari talab etilgan. Ayni sinov bahslarida 50 ballgacha olish imkoniyati bor. Men Albayo Madina Xorazm viloyati Hazarasp tumanining 20-sonli maktabining 8-sinf o'quvchisiman. Behbudiyning Qozon kartoshkalarimizni ochiq xat, zo'raki boy va tanqid saramoqtur maqolalari tahlili. Men bulardan tanqid saramoqtur degan maqolasini o'qiganman. Behbudiy bu maqolada shunday ta'kidlaydiki, agar dedi o'zbek xalqi Turkiston millati tanqidchilik bilan shug'ullansa dedi, bu juda yaxshi deb hisoblaydi. Ko'plab narsalarni tanqid etsa, shu millatini ko'plab narsalarni tanqid qilsak dedi, millatning ilmli bo'lishi, bilimli bo'lishini ozgina bo'lsa ham hissa qo'shishimiz mumkin deb aytadi. Men Bazarboyeva Sinja Yangiobod tumanidagi 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisiman. Turkiy Go'ston yoxud axloq asari Abdulla Avloniy qalamiga mansub bo'lib, bu asarda axloq, tarbiya, ilm, bilim haqida gap boradi. Shoh tumani 47-maktab Shomrod universiteti. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida jadidchilik harakati yuzaga keldi. Shularda jadidchilik harakatining eng yirik namoyandalaridan biri bo'lgan bu Erbek, ya'ni Erbekning asl ismi Nashri. Erbek o'z boshqa jadidlar ham xalqni mustabid tuzumdan, mustamlaka balosidan ozod etish uchun harakat qilganlar va she'rlar yozganlar, turli xil asarlar, maktablar ocha boshlaganlar. Aynan shu 19-asr oxiri 20-asr boshlarida yangi sohalar yuzaga keldi. Masalan, Padarkush dramasi bu ham jadidchilik harakatida. Shular qatorida Erbek ham masalalar yoza boshladi. Erbekning Quyruqsiz maymun, Ongli eshak,
bilan ko'mak masalalariga kelsak, Elbekning quyruqsiz maymun masala. Bunda maymunlar bitta maymunning quyrug'i uziladi va u ham boshqa maymunlarga aytadi, siz nima uchun boshqa maymunlarga kelib aytadi, quyruqsiz yurish bu oddiy nima, quyruqsiz yurish juda yaxshiligini aytadi va boshqa maymunlar ham uning gapiga kiradilar va o'zlarining quyruqlarini kesib tashlaydilar. Bundan biz asosiy xulosa chiqarishimiz mumkinki, quyruqsiz maymun masalada o'sha zamondagi insonlarning ishonuvchanligi, bu yerda maymunlar oddiy xalq sifatida gavdalanadi. Quyruq o'sha boshqa maymunlarga aytgan quyruqsiz maymun esa bu Mustaviy Nikolay, ya'ni Rus SSR hisoblanadi. Otila odam nimasida bunda ot yaylovda o'tlab yurgan paytda uning yoniga ho'kiz ham keladi va ho'kiz ham nima qila boshlaydi. Otila odam bunda ot ho'kizdan qutulmoqchi bo'ladi va mana shu odamdan yordam so'raydi. Siz menga yordam bering, mana shu ho'kizni haydashdan deydi. Odam ham rozi bo'ladi va otni ustiga minib ho'kizni haydaydi. Ot esa rozi bo'ladi va uni ustiga mindiradi. Shu davrda esa bu yerdagi ot asosiy ishonuvchan, oxirida esa odam otni ustidan tushmaydi va uni o'ziga olib boradi va inson qayerga borsa ham mana shu ot ustida minib boradi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, o'sha ot juda ham ishonuvchan bo'lgan va ot o'zini yaylovini boshqalar bilan ham ko'rishni istamagan. Odam esa o'sha davrdagi Rus SSR obrazda tasvirlangan. Keyingi nimaga keladigan bo'lsak, sholi bilan ko'rmak. Bosqichi unchalik qiyin bo'lmadi. 25 ta savollik test ishladik. Savol-javobda bellashib, men birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va viloyat bosqichiga chiqdim. Boshqotirma osonlari ham bor, qiyinlari ham bor. Hozircha natijam yaxshi. Keyingi shartlarda yuqori ballarni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Men Rashidbek Rahila, Xiva shahar 10-sonli umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisiman. Uyg'onish to'plami Abdulhamid Cho'lpon tegishli bo'lib, bular uyg'onish to'plami 1922-yilda yozilgan. Uni Cho'lpon o'zi yozgan. Bu she'r to'plamidan kiritilgan she'rlar. Bu to'plamda 5 dona bo'lim bo'ladi. 5 bo'limning har qaysisida 5 yoki 6 tadan ziyod she'rlar bor. Bu she'rlarda Elbek xalqni Mustaviy tuzumga qarshi chiqishi, xalqni uyg'onishi, ma'naviy yuksaltirishi, xalq Mustaviy davridan qarshi chiqib ilm olishini, shu bolalar shu ilm olishini, jadid maktablar ochilishini, unga bolalari shu ta'limsiz, savodsiz xalqni savodli qilish uchun maktablar ochish to'g'risida, asarlar yozish to'g'risida, xalqni uyg'otish uchun ma'naviy yuksaltirish, milliy uyg'otish g'oyasini bag'ishlab she'rlar yozadi. Bu she'rlarda Cho'lpon faqatgina xalqni o'zi ilm olishdan, Mustaviy tuzumdan qarshi chiqib kurashib bilishdan ta'kidlab o'tadi. Urganch shahar 7-sonli maktabining 8-sinf o'quvchisi Azimlar Jasuraman. Munavvar qori yer yuzi risolasida yerni dimoq shaklida bo'lganligini, yerda shu dimoq shaklida bo'lganligi, suvni yerni 100% deb hisoblasak, suv 93%ni tuzli suv qoplab olgan, qolgan foizini esa biz ichadigan suvdan iborat ekanligini yozib o'tadi. Yer yuzi risolasida
yer yuzini dimog'li shaklida ekanligini ham isbotlab bergan. Avvallari yer yuzini dimog'li shaklda emas, to'rtburchak deb o'ylashgan yoki boshqa uchburchak shakllarda ham aytishgan, ammo bu yer yuzi risolasini kitobining ichida faqatgina yer yuzi haqida emas, hattoki unda daraxtlar, gullar, bular qanday paydo bo'lishi, yovvoyi daraxtlar ham, hattoki shu yovvoyi daraxtlarga suv solmasang ham uning o'zi o'sishi, tabiiy o'sishi, shular haqida ham yozilgan. Yer yuzi risolasidan tashqari Munavvar qorining ko'plab asarlari mavjud. Munavvar qori o'zi yer yuzi risolasini kitobini yaratgandan so'ng darslik maktab uchun darslik yaratgan. Bu geografiya deb nomlanadi, ya'ni geografiya. Geografiya fani uchun u geografiya risolasi, geografiya misoli, geografiya asarini darslikdan asar tahlili shartida Fitratning munozara asari tushdi. Bu asarni shaxsan o'zim yaxshi ko'rib, shu darajada zavq bilan o'qigan edim. Men 3-shartda, ya'ni insho shartida ham maksimal ball olishga harakat qilaman va bunga hozir ham tayyorlanyapman. Bog'ot tumani 3-sinf maktabning 8-sinf o'quvchisi Qodirova Feruza. Fitrat o'zbek ziyolisi, ma'rifatparvar, jadid harakat faol vakillaridan hisoblanadi. Uning qalamiga mansub she'rlari, asarlari va dramalari asosan millatni uyg'otish, qoloqlikdan olib chiqishga, millatni ziyoli, ilmli, bilimli qilishga qaratilgan she'rlar, asarlar hisoblanadi. Fitrat o'zbek yosh shoirlar to'plamida ham juda ko'p she'rlar qalamiga kiradi. Masalan, o'zbek yosh shoirlar to'plamiga kirgan she'rlari Zarafshon, xullas shu she'rlarida asosan Zarafshon she'rida o'zini o'lkasini tasvirlaydi. Undan tashqari boshqa she'rlarda ham asosan uning ko'pchilik she'rlari ma'rifatparvarlikka qaratilgan. Ma'rifatparvarlik esa insonlarni bilimli qilish, ilmli qilishga qaratilgan she'rlar hisoblanadi. U o'z she'rlari orqali insonlarni o'qishga da'vat qiladi, ularni bilim olishga, ilmli, ziyoli bo'lishga undaydi. Va o'sha davrda barcha jadid bobolarimizning asosiy g'oyasi ozodlik, tenglik, adolat bo'lgandek, ularning Fitratning ham she'rlarida, asarlarida, dramalarida ushbu g'oyalar asosiy o'rinda turadi. Biz yoshlar 3-renessans hisoblanamiz va jadidlarimizning ishlarini davom ettirib, vatanimizni rivojlanishiga katta hissa qo'shishimizga bosh g'oya sifatida bu jadidlar izidan respublika ko'rik-tanlovi tashkil etilgan. O'tgan yili ishtirok etganda ham viloyatda faxrli 3-o'rinni egallagan edim. Bu yil esa 1-o'rinni olish niyati bilan keldim va albatta Germaniya safariga borib, jadidlarimiz o'qigan universitet va o'sha joylarni ko'rib kelish niyatidaman. Tayyorlanish jarayonida qiyinchiliklar bo'lsa-da, hozir bular menga yengillik olib kelyapti. Menda hamma jadidlarimizni hurmat qilib, hayot ijodini sevib o'qidim va asosan Abdulla Qodiriy va Fitrat hayoti menga ta'sir qildi. Ikkinchi shartda Fitratning Abulfayzxon dramasi tushgan edi. Bu drama Fitratning Shoh Nodir asarlaridan biri hisoblanib, 18-asrda Ashtarxoniylar sulolasining so'nggi vakili Abulfayzxonning taxtdan yiqitilib, Mang'it amirlarning Buxoroni bosib olishi tasvirlanadi. Shu bilan birgalikda Fitratning mashhur turma yugur, tinma tirish, bukilma yuksal, hurkma yopish, yo'rilma qo'zg'al singari purma'no so'zlarni o'z hayotimga shior qilib oldim. Ikkinchi shart menga uncha qiyinchilik tug'dirmadi, chunki o'qigan asarlarimdan tushdi. Abdulla Avloniyning Birinchi muallim asari tushdi. Bu asar asosan alifbodan oldin o'quvchilar uchun darslik sifatida yaratilgan. Ikkinchi muallimi esa o'qish kitobi tarzida alifbodan keyin o'qitiladi. Insho sharti o'ziga yarasha qiyinchiliklarga ega deb o'ylayman. Chunki murakkab shaklda insho yozish kerak, jadidlarimizning hayot faoliyati haqida. Urganch tumani 40-sonli maktabning 7-sinf o'quvchisi Boboxon Sonajon. O'zbek yosh shoir to'plamlariga o'zi Fitrat, Cho'lpon va Elbek yana boshqa jadidlarimiz she'rlar kiritgan. O'zi jadidchilik harakati 20-asrning 20-yillarida tashkil olgan bo'lib, bizning jadidchiligimizni asoschisi Ismoil G'asparali va uning otasi Behbudiy deb hisoblanadi. Elbek ham shu qatorda taraqqiyotda katta hissa qo'shgan
birlashgan jadidlarimizdan biri bo'lib, Elbekning o'zbek yosh shoirlari ichiga kirgan she'rlaridan misol keltira olmayman, lekin o'zining 7 turkumli gullar haqida she'ri bor. Bular 7 ta gul haqida. Behbudining Padakush asari Avlonning tomonidan 1913-yilda Turon To'ppas tomonidan Ma'lum tomonidan birinchi marta sahnaga qo'yilgan. Bu asarda asosan Abdullohning faol rol o'ynagan Padakushning boshlanishi asosan boy bilan mullaning suhbati o'rtasida bo'lib o'tadi. Keyin o'rtadan gapni kesib eshik ochib Toshmurat kiradi. Toshmurat kelgandan keyin dada pul bering, tomoshaga boraman deydi. Kim bilan borasan desa, bir tutangala bir inson odam shu odam bilan boraman deydi. Keyin pulni olib chiqib ketadi. Mulla bachcha katta bo'libdi, qoyil, qaysi maktabda o'qituvsiz? Jadid, yangi usul jadid maktabimi yoki eski ta'limdami? Ikkalasida ham o'qimur. O'zimizning uyimizda o'qiydi deydi. Keyin mana masalan bizga insho mavzusi fitratning hurriyat haqidagi qarashlar mavzusi tushdi. Shuning uchun ham men fitrat haqida ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qildim. Inshoda men Abulfayzxon dramasi, Chin sevish dramalari, Sayha, Yurt qayg'usi nomli sochma she'rlarini asosan tahlil qilib, o'shalarni yoritishga harakat qildim. Behbudining har millat o'z tili ila faxr etadi. Bizni hollar va ishlar hamda millatlar qanday taraqqiy etarlar maqolasi tahlili. Behbudiy maqolalarining so'zlari oyna jurnalda bosib chiqiladi. O'zi ham bu oyna jurnaliga asos solgan. Behbudiy har millat o'z tili ila faxr etardi. Ona tili va adabiyot haqida gap keladi. Agar ona tilida ravon gapirish, undagi ortiqcha so'zlarni qo'shmasdan chiroyli qilib gapirsak, ona tilimiz rivojlanadi va unga o'sha paytda juda ham ona tilimizga juda ham munosabat juda ham past bo'lgan. Shunga qaramasdan jadidlarimiz harakat qilib ona tiliga qarashgan. Har millat tili ila faxr etadiganda ona tili va adabiyotga olinadi. Bu maqola juda ham asosiy dolzarb mavzulardan biri hisoblangan. O'sha vaqtda ona tiliga o'sha paytda ortiqcha so'zlarni ko'proq gapirishgan, lekin shunda ham Behbudiy ona tilini qanday asrashlikni, unga qanday rivojlanish Behbudiy aytib o'tgan. Bizni hollar va ishlar deganimizda Turkistonda bo'layotgan ahvol va undagi millatlar ziyolilar boshqa millat uchun sarmoya kiritayotgan bir paytda o'z millatimiz topgan pulini farzandini o'qishi uchun emas va uning dabdabali to'y va ma'rakalar uchun sarflayotganini ko'rib yozuvchi juda ham o'kinadi va bunday qilmaslikni ularga tavsiya etadi. Bolalar kelajagimiz yoshlar qo'lida deya aytadi. Yoshlarni o'qitish, ularni ta'lim tarbiya berish biz kattalarning qo'lida deya aytadi. Millatlar qanday taraqqiy etarlar maqolasi millatlarning qanday taraqqiy qilish haqida, taraqqiy qilish haqida bo'ladi. Bu maqolada Turkistonda qanday taraqqiy qilayotganligi aytib o'tiladi. Mahmudxo'ja Behbudiy bu maqolasi o'sha paytda juda ham kerakli mavzulardan biri hisoblangan. Millatni o'sha paytda millat juda ham uyg'onmagan, hali qaloqlikdan chiqmagan, uyg'onmagan millat hisoblangan. Ularni uyg'otish uchun qanday taraqqiy qilish yo'llarini juda ham o'ylashgan va jadidlarimiz bu yo'ldan chiqish uchun o'z jonlarini ayashmagan. Men To'qraqlar tumanida 21 maktab o'quvchisi Do'stona bo'laman. 19-20 klasslarda davlat qaloqlikda kafolat ostida qolgan edi. Shu jadidlarimiz shu vaqtda xalqni uyg'otish, ularni ma'rifati qilish uchun harakat qilishgan. Bu asar ham shu yo'sinda yozilgan. Men Yangiyer tumani 510 yoshli ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi Xushro'zova Xurriyeva. Bu Abulfayzxon dramasi Turon Fitrat kalamiga
mansub bo'lib, unda Ashtarxoniylar sulolasi, Ashtarxoniylar sulolasining taxtdan yiqilishi tasvirlanadi. Unda jadid va qadim kurash aks etadi. Qahramonlari Abulfayzxon, Ulfat, Rahim, Hakimbekning o'g'li Rahimbek. Davlat qon bilan sug'orib turgan og'ochdir. Agar uni sug'orib turmasa, bu og'och qurib qoladi deydi. Bu Abulfayzxon davlat ishlari bilan unchalik ishi bo'lmaydi. Uni Hakimbek va Rahimbek, Ulfat shular xuddi qo'rchoq kabi holda o'ynaydilar. Uni siz u qiling, bu qiling deb shunday qilib taxtdan yiqitadilar. Ya'ni Eron shohi Nodir shoh bilan til biriktirgan holda ular biladi agar Nodir shoh bostirib kelsa mag'lubiyat bo'lishini. Lekin afsuski u yerda Nodirxonning maqsadi boshqa edi. O'sha do'st tutinib, sulh tuzib, keyinchalik ularni shu davlatiga ega bo'lish edi va bunda Nodir shoh aytadiki, Abulfayzxonni menga tirik olib kelinglar, o'ldirmanglar deydi. Afsuski Abulfayzxon o'ladi va undan oldin Nodir shohga Abulfayzxonni zindonga tashladilar. Shu paytda Ulfat qochib yurgan bo'ladi. Rahimbek bir qaysidir shaharga rahbar etib tayinlangan bo'ladi. Taxtga esa Abulfayzxonning o'g'li Abdulmo'minni qo'yishgan bo'ladi. Ya'ni maqsad agarda Rahimbekni o'zi taxtga o'tirsa, unga suiqasd qilib o'ldirishlari mumkin edi. Shu maqsadda Abdulmo'minni qo'ygan bo'ladi va keyinchalik Abdulmo'min va boshqalarni ham o'ldirib, taxtni o'ziga olmoqchi bo'ladi. Bunda Ulfat qochib yurgan paytda Ulfat o'sha zindonga teshik ochib kiradi va sizni o'ldirishmoqchilar, agar qochamiz dedi. Lekin Abulfayzxon qochishni istamaydi, farzandlarini tashlab keta olmayman deb. Lekin o'sha paytda necha marta tushuntiradi, o'g'illaringizni taxtga voris qilishgan, siz xavotir olmang deydi. Lekin Abulfayzxon qochib ketmaydi. Ulfat qochayotgan paytda o'sha Jalol Urganch shahar 9-son maktab o'quvchisi, 9-sinf o'quvchisi Sayilboyeva Zarina. 8-bilet. Adabiyot yoxud milliy she'rlar to'plamidagi millat ahvoli haqida so'zlangan she'rlar tahlili. Adabiyot yoxud milliy she'rlar to'plami Abdulla Avloniyning qalamiga mansub bo'lib, bilamizki, Avloniy 1894-yildan boshlab she'r yozishga qo'l urgan bo'lsa, ammo u she'rlari bizga yetib kelmagan. Shoirning 1905-yilda yozilgan she'rlari aynan shu to'plamga kirgan. To'plam 1909-1917-yillarda alohida bo'lib bir necha marotaba chop etilgan. To'plam 4 qismdan iborat. To'plamning dastlabki sahifalarida shunday satrlarga duch kelamiz. Ayo, ey sohibi urfon, vatan bog'ida faryod et, otib tashla arodin eski odatlarni barbod et. Ma'rif lafni tahsinna qil rahnimoliksan, otib tashla eski odatlarni barbod et. Vatan mehri gar bo'lsa ishq savdosi, otir nuri ma'rifga o'zingni misli farhod et degan jumlalar bilan ma'rifga muhabbat e'lon qiladi. Bu misralarda shuni bilishimiz kerakki, har bir inson o'zini erki bilan inson bo'lganidek, har bir davlat o'zining mustaqilligi, o'zining ozodligi bilangina to'laqonli davlat hisoblanadi. Undan keyingi tajribiy hollar she'ri. Fano bir hola qolmish barcha avlodi vatan yohu anosidan ayirgan qush kabi beixtiyor o'lmish. Na millat yodi, na taraqqiyot yo'q, na millat yodi, na taraqqiyot umidi bor. Vujuding baxshay panja ichida torumor o'lmish. Bu jumlalardan shuni bilamizki, o'sha paytda millatni avlodi xuddi onasidan ayirib olgan polaponlar kabi yolg'iz. Chunki uni vujudi vahshat panjaralari ichida torumor bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Avloniyning yana bir she'ri Tarifi gul she'rida. Bu she'rda gul obrazi orqali mustaqil davr zulmida ezilayotgan millatning ahvolini ko'rsatib beradi. Keyin Avloniyning ijodida shu she'riyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u millatga o'zligini bildirish, uni taraqqiyot sari yuksaltirishga, yangi yo'llarni
yo'qotishga va vatanni taqdirini o'zgartirishga qaratilgan fikrlarni ilgari surgan. Ularda hikoyasi realistik hikoya hisoblanib, Abdulla Qodiriyning qalamiga mansub, Dinlar vaziri ham Abdulla Qodiriyning qalamiga mansub bo'lib, ularda hikoyasida milliy o'yinimiz ulardani yaratib bergan. Turg'un ismli bola bo'ladi. Turg'un tilidan yozilgan. Ot choptirish o'yini milliy an'analarimizdan biri bo'lib, ularda keng yaratib berilgan. O'yina borganlarida otni tagida bir odam qolib ketadi, o'ladi. Esonboy aka uni kasalxonaga ketadilar. Keyin azonda turganda bola Esonboy aka o'libdi deb janozani qichqirib yurdilar. Shunda men o'zim yo'qotib qo'ygan edim deb hikoya tamom bo'ladi. Jinlar vaziri asarimda suhbat qurganimizda deydi, bu yoq halam javadi deydi, bola tilini aytadi, bu yoq halam javadi, har gal suhbat qilib o'tirganlarida otam jinlar vaziri hikoyasini so'lab beradi o'zini deydi. Yo'lda bordim, meni Osar aka deb chaqirdilar deydi. Men ularni ko'rmaganman, biri ikkisi donish kesandi deydi, lekin ularni hech qachon tanimayman deydi. Bu yoqqa keling deb so'radilar deydi. Bütün danish odamlar deydi, yedik, ichdik deydi. Keyin bir raqqas qiz raqsa tushib boshladi, bu bilan ancha o'ynadik deydi. Keyin aytadi, birdan yig'ilib tushdim deydi. Qarasam anqarning ichida yotibman ekan deydi. O'zim kelib azon bo'lgan ekan, tursam deydi, anqarning ichida yotibman ekan deydi. Birinchi muallim asar tahlili. Birinchi muallim asari Abdulla Avloniy qalamiga mansub bo'lib, 1905-yilda Shamsul Ma'rif matbaasida chop etiladi. Bu asarda qanoat, yolg'onning jazosi. Qanoatda bu bir kishining ikkita farzandi bo'ladi, Ali va Vali bo'ladi. Ular bir kun o'sha kishi go'zaldan olma olib keladi va Vali chidamsiz, Ali qanoatda bo'ladi va o'sha yerda Ali olma so'ramaydi, Vali esa qanoatsizlik qilib olmalarni barchasini so'raydi, lekin otasi uni koyib unga olma bermaydi. Aliga ikkita olma berib uni erkalab suyadi. Yolg'onning jazosi boyning o'g'li bo'ladi va u o'qimagan va ochko'z bo'ladi va onasi bir kun mehmonlar uchun tayyorlab qo'ygan taomni iste'mol qiladi va unga onasi ushbu taomni sen yedingmi degan paytda yo'q deb javob beradi va otasi bir kuni stolni ustiga tanga qo'yadi va o'zini uxlaganga solib yotadi. U esa tangani olib og'ziga soladi va tomoq tiqilib qoladi va vafot etadi. Birinchi muallim xalqni uyg'otish, farzandlarni ilmli axloqqa chaqirish bo'ladi. Axloqiy ta'limiy risola hisoblanadi birinchi muallim. U yerda ta'limning, axloqning foydalari haqida gap ketadi. Axloq bu davlatning, jamiyatning, millatning poydevori hisoblanadi. Men Xorazm viloyati Urganch madaniyat insoniy maktabining 9-sinf o'quvchisi Nurbek bo'laman. Fitrat bu asarni, fitrat asarlari ichida buni shoh asar, nodir asar desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu asarda bu asar o'zi qisqartma shaklda bo'lib, uning to'liq ismi Hindiston diyorida bir farangiyla Buxorolik mudarrisning bayonoti munozarasi deb aytiladi. Bu munozara asari farangiy, ya'ni fransuz bilan Buxorolik mudarris dialog shaklida yozilgan bo'lib, bunda fransuz odam, Fransiyadan kelgan ilmli, ziyoli inson jadid maktablarni targ'ib qilmoqchi bo'lsa, Buxorolik mudarris esa bunga qarshi qilib, qadimgi usul maktablarni foydalarini ko'rsatib beradi. Bunda asar davomida Buxorolik mudarris shunday aytadi:
Bizda madrasalarda 20 yillik ta'lim mavjud bo'lib, bunda bolalar xat savod chiqarishadi deb aytadi. Ko'plab asarlarni faqat nomigina o'qishadi, tahlilini esa uncha tushunishmaydi. Hattoki bu yerda arab tili o'rgatilsa ham baribir arab tilidan farangga savol berganida mudarris javob bera olmay qoladi. Chunki buning sababi bu yerda mudarrisning yaxshi o'qimaganligi hisoblanadi. Undan tashqari bu yerda mudarris madrasalarda 6 oylik ta'lim tizimini aytib o'tadi. Ya'ni 6 oyda ta'lim o'qisalar, uning qolgan 6 oyda esa ishlaydilar. Ya'ni o'sha madrasaning pulini jamg'aradilar, imomlik yoki boshqa kasblar qilib. Bu yerda farangi jadid maktablarni shunchalik chiroyli qilib tasvirlasa ham baribir buxorolik mudarris johil, ilmsiz kishi bo'lganligi tufayli buni baribir qarshilik ko'rsataveradi. Nimaga qarshilik ko'rsatadi desa, ilk sababi bu gunoh deydi. Nimagisi gunoh desa, u yerda jadid maktablarda kursida o'tirardilar deydi. Oddiy bahonani topib shu darajada o'zining pastkashligini ko'rsatadiki, bu asarni o'qib o'zim o'qigan jarayonida agar mudarris yonimda bo'lsa, men uni o'ldirib qo'ysam ham qolmas edim. Chunki bu yerda shunday o'zicha hadislar bilan ko'rsatib beradiki, buni kursda o'tirishi deydi, o'quvchilar uchun deydi, hadislarda ham aytilgan deydi. Bu deydi, qaysi o'rislardan chiqqan gap bu deydi. O'rislar birinchi bo'lib kursda o'tirgan deydi, hadis ham keltiradi. Bu hadisda esa uning o'rislarga o'xshashi haqidagini aytadi. Ya'ni kim qaysi millat haqida shunga o'xshash harakat qilsa, shunday bunda farangi shu darajada unga dalillar topib beradi, buning harom emasligini. Ya'ni shu hadisning davomini ham aytadi. Ya'ni qaysi millatni sevsa, shu millatga o'xshashga haqlidir deydi har bir musulmon. Undan tashqari ikkinchidan birinchi bo'lib o'rislar kursida o'tirmagan, balki mashhur sahoba kursida birinchi bo'lib o'tirgan deb aytib beradi. Shu darajada dalillar topib beradiki, o'zim mazza qilib o'qidim shu asarni. Barakalloh. Umarbek juda ham yaxshi. So'nggi insho yozish sharti ham qiziqarli taassurotlar bilan yakunlandi. Shunday qilib, g'oliblar o'qib eshittiriladigan fursatga ham navbat yetib keldi. 26 nafar ishtirokchi yana bir sahna atrofida jam bo'lgan. 3 ta shart yakunlari bo'yicha esa tanlovning hududiy bosqichida g'olib bo'lganlar o'qib eshittirildi. Unga ko'ra 6-8 sinflar o'rtasida Yangiariq tumanidan kelgan Laylo Saidnazarova, 9-10 sinflar o'rtasida Urganchlik Umurbek Madaminovlar birinchi o'rinni egallashdi. Taqdirlash marosimida esa g'olib va sovrindorlarga pul mukofotlari hamda sovg'alar topshirildi. Omadli bo'lgani ikkinchi shart asar tahlili bo'ldi. Unda ko'nglimdagidek ball to'pladim. Insho shartida ham boshqa tengdoshlarimga qaraganda yaxshi ball to'plab, birinchilikni egalladim. Endi respublika bosqichida ham birinchi o'rinni olishga harakat qilaman. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tanlov yangi O'zbekistonning bunyodkorlarini tarbiyalash yo'lidagi muhim tashabbuslardan biriga aylanmoqda. Ushbu loyiha ezgu natijalari bilan hur fikrli yoshlarni yangi tashabbuslar sari ilhomlantiryapti. Biz esa uning batafsil tafsilotlaridan hikoya qilishda davom etamiz.